Assalomu alaykum. Hurmatli hamyurtlar, mana bugun yangi videomizni chiqaramiz. Abror Homondan yangi hijob qiladi. O'zimni yozgan she'rlarimdan sizlarga havola qilaman. Aslo halovat ko'rmas, bolasi holin so'rmas, boshin ko'tarib yurmas, otasini xor qilganlar. Armon kuyin tinglagay, pushmon chekib yig'lagay, o'z uyinga sig'magay, otasini xor qilganlar. Yurgan ishi to'xtaydi, oysiz kunga o'xshaydi, kun ko'rolmay yashaydi, otasini xor qilganlar. Alloh nazar solmaydi, hech obro'si qolmaydi, jannatga kirolmaydi, otasini xor qilganlar.